Salam do'stlar. Oldin qitimliq videolarimda tortning bolkasining yaslash usulini o'rgatib o'tgandim. Endi bugun tort qaymoqining yaslash usulini o'rgatay. Tort qaymoqining yaslash usuli bakla oddiy bo'lib, buning ketadigan materiallar 200 gram seriq may, 200 gram sut. Avval 200 gram sarmayni o'tda bevosita shunday qizitib eritib olsak bo'ldi. Bu yerda buni deb o'tishimlik sabab oldin qitimliq videolarda chiqargan prandiklarga sarmay qatgan chog'imizda bunda usulda eritsak bo'lmaydi. Cho'qim tabiiy eritilgan sarmayni ishlatdik. Lekin buningda shunday bevosita o'tda qizitib eritib olsak bo'ldi. Ondan buning tubiga abayqa 200 gram sutni qo'yib, taki sut ko'pgacha yaxshi elashtirib turamiz. Mana bu holatga kelgandan keyin o't o'chirvasak bo'ldi. Sut bilan mayning texnik yaxshi aralashishi uchun biz buni meyve ezish mashinasiga va yoki go'sht qiyma qilish mashinasi qatorliq mashinalarga silib, qattiq bir aralashtirib etgandan keyin buni bir pakiz qachiq ilib, og'izni bir qitimlab suriya holatida etib, ondan uni to'nglatquga amal bo'lsa bir kecha qo'yib qo'yamiz. Bu yerda diqqat qiladigan yerimiz to'nglatquning to'nglaydigan qismiga solsak bo'lmaydi. Vaqt o'tgandan keyin ilib, buningga muvofiq miqdorda shakar aralashtirib, ondan yana ko'ptirgich bilan ko'ptirsak, valla biz hammamiz to'liq yoqtirib yeydigan tortning qaymoqi tayyor bo'ldi. Bu video hammalarga asqatadi deb o'ylayman. Shunga vaqtida yurak berib saqlaydilar. Boshqa pechenye prandiklarni pishirish usuli kerak bo'lsa, oldingi videolarimda bor. Hammalarga baxt, omad, shundaqla sog'lomlik yor bo'lsin. Xayr xo'sh. 抖音